Ko'pchilik ayollarimiz yokida ko'pchilik inson atrofdagilarni o'zgarishini xohlaydi. Duo qilamiz, duoyimizga e'tibor bering. Allohim turmush o'rtog'imga insof bergin, Allohim farzandlarimni solih qilgin degan holatda yoki ularni ilmli qilgin yoki ularni taqvoli qilgin, turmush o'rtog'im taqvoli bo'lsinlar, farzandlarim solih bo'lsin deb duo qilamizda. Nozik joyi bor shu joyda. E'tibor bering. Agar siz o'zingizni ichingizdagi ichki tushunchalaringizni o'zgartirmasangiz, siz boshqalarga duo qilyapsiz-ku, Allohim turmush o'rtog'imni taqvoli qilgin, insof bergin. Endi u o'ziga mos ayolni qidirib ketadi. Chunki siz o'zgarmadingiz. Hozirgi holatingizga shu erkak mos edi. Lekin siz mana shu joyda o'zingizni o'zgartirmasdan turib uni duo qildingiz, u o'zgardi va natijada o'ziga mosini topadi. Yoki Allohim farzandimni solih qilgin deymiz, lekin o'zimizni o'zgartirmayapmizmi, shunga mos tarzda bo'lmayapmizmi, u solih bo'ladi. E'tibor bering. Mana farzandi ilmli bo'ladi insonni va haligi joyda biz mos ota-ona bo'lmasak, bizni yonimizdan u ketadi. Balkim boshqa shaharga ketar, balkim uzoqroqqa ketar, balkim aloqa ham boshqa bo'lar. Bu degani farzand bizdan voz kechib ketdi degani emas, aloqasi bo'ladi. Lekin munosabatimiz yaxshi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam erkak kishi boshqa shaharga ketishi mumkin. Muhimi sizdan uzoqlashyapti. Uni taqvosi kuchaysa, lekin siz unga mos bo'lmaydigan bo'lsa, siz yoningizda bo'lmaydi ular. Yoki munosabatlari uzoq bo'ladi, yoki o'zi uzoq bo'ladi. Yokida uni sizni hayotingizda boshqa kirib keladi. Ya'ni siz hozirgi vaziyatingizda sizga shu narsaga munosib edingiz. Sizni qaysidir tushunchangizni o'zgartirish uchun shu vaziyat berildi. O'sha farzandingizga gapga kirmasligi yoki turmush o'rtog'ingizdagi munosabatlar yoki qo'shningizdagi munosabatlar sizga kirib keldi. Uni siz o'zingiz ichingizdan topib, o'sha ichingizda noto'g'ri tushuncham borligi uchun menga shu narsa berildi. Ya'ni noto'g'ri tushuncha, Allohga nisbatan qayerdadir noto'g'ri tushuncham bor. Uni olib tashlamasangiz, misol uchun farzandingiz sizga gap qaytardi. Siz nima deysiz shu joyda farzandingizga nisbatan qattiqqo'l bo'lasiz. Voy, men seni onangman, menga gap qaytarma. Men seni tarbiyalaganman, boqqanman deysiz. U joyda mayli, u farzand jim bo'ldi deylik. Lekin sizga endi qo'shningiz hujum qilishi mumkin. Ya'ni siz dilingiz og'ritadi. Yokida hech bo'lmaganda shunaqa ko'chada ketyapsiz, hattoki notanish yo'lovchi sizga o'sha holatni berishi mumkin. Yoki hech bo'lmagandachi ba'zilarda ob-havo ham insonga o'sha emotsiyasiga zarar berishi mumkin. Ya'ni emotsiyasini ko'tarilishiga yoki pastlashiga sabab bo'lishi mumkin. Atrofdagi sabablarni hal qilish bilan ovora bo'lamiz, lekin ichimizdagi holatga e'tibor bermaydigan bo'lsak, u takrorlanaveradi. Xo'p, turmush o'rtog'ingizni duo qilyapsiz. Allohim turmush o'rtog'imni insofli qilgin, taqvoli qilgin va unga munosib ayol qilgin meni ham xatolarimni to'g'rilashimga o'zing yordam bergin. Farzandimni solih qilgin va unga munosib ota-ona bo'lishimga yordam bergin. Ya'ni sizni farzandingiz solih bo'lishi mumkin, lekin sizni ichingizdagi noto'g'ri tushunchalar bo'lib turadigan bo'lsa, o'sha anhordan suv icholmay qolasiz. Ya'ni o'sha toza anhor bo'lsa, agar u bilan ko'proq suhbatlashish yoki u bilan vaqt o'tkazish yoki unga nisbatan munosabatlarda xatolikka ketadi. Shuning uchun har doim hayotingizda qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, uni yechimini Allohdan so'raganingizda, birinchi bo'lib o'zingiz ichingizdagi holatni so'rang. Allohim meni ichimdagi tushunchalarimni ham shu solih holatga mos qilgin. Solih turmush o'rtoqqa, solih farzandga, solih qo'shniga, qo'shni so'raymiz, Alloh uchun do'st bo'ladigan birodar so'raymiz. Hammasini o'zimni ham shunaqa qilgan.
Bu narsada misol hadis mazmuniga ko'ra eshitganmiz-ku, biz ko'p holatlarda Alloh uchun do'st bo'ladigan do'st qidiramiz, lekin o'zimiz shunaqa do'stmizmi deb o'zimizga savol bermaymiz. Boshqalardan Alloh uchun men bilan do'st bo'lishini so'rayman, lekin men o'zim Alloh uchun do'st bo'ladigan darajada do'stmanmikin deb so'ramaymiz. Yokida o'sha qaysidir bir joyda farzandi onasini e'zozlabdi. Misol uchun roliklar ko'ramiz, chiroyli sovg'alar berganini yokida bir e'zozlaganini o'sha paytda havas qilamiz. Qaniydi meni farzandlarim shunaqa bo'lsa. Endi savol, yokida turmush o'rtoq, bu hozir rosa ko'p tarqaldi-ku, turmush o'rtog'idan sovg'a salom oladida qo'yishadi. Endi bu narsani asli mohiyat ehtiyojlarga borib taqaladi. Ya'ni inson uchun o'sha noto'g'ri ehtiyoj borligini belgisi bo'ladi. Ya'ni boshqalarga tan oldirish uchun, boshqalar tan olishlari uchun bu narsalar ko'rsatiladi aslida. Chunki inson uchun tabiiy bo'lgan holatlarni boshqalarga ko'rsatishga hojat yo'qda. Alloh o'zi xohlasa ko'rsatib qo'yadi. Lekin qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun sizning ehtiyojingiz bor, shu tahoratga kirishingiz kerak. Bu narsani hammaga ko'rsatmaysiz-da. Bu narsani tabiiy qabul qilgansiz. Bu narsa haqida sizda salbiy yoki ijobiy holat yo'q. Tabiiy bo'lganligi uchun kirib chiqib ishingizni bajaraverasiz. Lekin qaysidir ovqatni yeyishingiz bir siz uchun dahshatli bo'ladi va buni boshqalarga ham ko'rsatgingiz keladi yokida sovg'a olishda yoki boshqalarni. Xullas, bu narsaga hozircha kirishmaymiz, lekin biz e'tibor beradigan joyimiz kimgadir havas qilayotganimizda, kimnidir ko'rganimizda e'tibor bering. Uni orqasidagi mashaqqatlariga ham havas qilishimiz kerak. O'sha darajaga yetish uchun oson bo'lmagan. Misol uchun, ustozimiz onalar vafot etdi. Ularni tarixlarida ham oson bo'lmagan. Hammamiz duo qilamiz. Allohim shu shayx hazratlarini onalari kabi ona bo'lishimga, onalaridaqa menga ham solih farzand ber yokida qorilarni ota-onasi qilgan yoki ilmli insonlarni ota-onasi qilgan deymiz, lekin ichki holatimizda shularga mos bo'lmaydigan bo'lsak yoki shularga o'xshab muammolariga ijobiy qarashda o'rganmagan bo'lsak, bu narsalar kelgan vaqtida yoki biz bu hayotda bo'lmaymiz, yokida o'sha holatda biz ko'p foydalana olmaymiz. Chunki boshqa u band bo'lishimiz kerak bo'lgan muammolar chiqadi. Ya'ni sizda misol uchun turmush o'rtog'ingiz boy bo'lishini xohlaysiz, lekin siz ichki holati o'sha boylikka mos emas. Boy bo'lib ketishi mumkin, lekin sizda bir tanada kasallik bo'ladi-da, siz kasallik bilan ovorasiz. Boylik ichingizga yo'qmayapti. Zo'r hashamatli uy ham, zo'r mashina ham ichingizga yo'qmaydi. Sizni ovora bo'ladigan boshqa narsangiz bo'ladi. Yokida bo'lmasam farzand noqobil bo'ladi, o'sha farzandning muammolari bilan band bo'lib qolamiz. Haligi boylik ichimizga tushmaydi. Shuning uchun bizni atrofdagi muammolarimizni hal yechimini Allohdan so'raganimizda har doim e'tibor bering. O'sha yechimidagi joy bor-ku, B nuqtangiz. Sizni B nuqtangiz. Ana shunga mos ichki holatingizni ham o'zgarishini Allohdan so'rash kerak. O'sha ichki holatni, o'sha ichki holat B nuqtada siz solih farzand onasisiz. O'sha B nuqtadagi ichki holatga mos tarzda hozirdan o'zingizni tarbiyalashingiz kerak. Hozirdan. Misol uchun B nuqtada siz nafsini tarbiyalagan insonsiz. Misol uchun hozirgi biz maqsadimizni olsak, B nuqtada siz o'zingizni tushunadigan insonsiz. Demak, o'sha holatni o'zingizga maqsad qilib qo'yib, hozirda o'shanga qarab harakatlaning. B nuqtada solih farzand onasisiz. Solih farzand onasi qanday bo'ladi? E'tibor bering, farzandingiz solih bo'lsin, ilmli bo'lsin, qori bo'lsin, olim bo'lsin, ahli ilm bo'lsin-da, u ma'ruza qilib turibdi. insonlar g'iybatdan saqlaninglar, g'iybat gunoh deyapti. Lekin biz ichimizda g'iybat borligi uchun o'zimiz
Biz bilmagan holatda qo'shnimiz bilan o'tirib g'iybat qilib qo'yaversak, mana shu holatda endi biz qanaqa qilib B nuqtamizda solih farzandni ota-onasi bo'lishimiz mumkin? Demak, sizni farzandingiz ilmli inson bo'lishini xohlayapsizmi? Hozirdan o'zingizni ilmingizni o'stirishga harakat qiling, o'shanga mos tarzda. Ozgina bo'lsa ham qadam tashlayverish kerak. Ko'p natijani kutmasangiz ham, lekin qadamingizni tashlab boraversangiz, misol uchun farzandingiz zo'r tikuvchi, lekin siz igna ushlashni yoqtirmasangiz, igna tikishni xohlamasangiz, chevarri yokida tikuvchini onasini qaysidir kiyimi yirtilib qolsa, tikkisi kelmasa, u qanaqa holat bo'ladi? Endi buni soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, yokida zo'r bir pishiriq qiladigan insonni onasida ko'p narsa kuyib ketsa, o'xshamasa. Demak, e'tibor bering. Biz hozirgi holatimiz B nuqtamizdan kelib chiqqan holatda o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Endi o'tmishimizni ham B nuqtamizga qarab, o'tmishimizni ham qaytadan tekshirib chiqishimiz kerak. Demak, Shurat surasini mazmuniga ko'ra, ma'nosini mazmuniga ko'ra, o'zing o'zgarmaguningcha atrof o'zgarmaydi. Sizni hayotingizdan hozir misol uchun xiyonatkor erkak chiqib ketishi mumkin, lekin sizga xiyonatkor farzand kelishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun uylanadi, xotini tomonga o'tib ketadi. Yoki turmushga chiqib ketadi, faqat turmush o'rtog'ini o'ylaydi. Misol uchun siz keyingi demak, sizni hayotingizdagi holatda e'tibor bering, vaziyatlar bir xil, qahramonlar boshqa. Xiyonatkor erkakni o'rniga xiyonatkor farzand keladi qo'sh tirnoq ichida. Ya'ni u siz emas, ishini tanlashi mumkin. Sizga e'tiborini kam berib, ayoliga ko'p e'tibor berishi mumkin. Yokida sizga e'tiborini kam berib, turmush o'rtog'i bilan ovora bo'ladi yoki farzandi bilan hattoki. Mana shunaqa holatda sizda qahramonlar o'zgaradi. Sizga ozor berish holati bir xil, vaziyat bir xil. Siz ozorlanyapsiz, lekin qahramonlar o'zgaryapti. Shuning uchun siz o'zingizni hayotingizga hozirda berilgan vaziyatda kimnidir o'zgartirishni emas, ko'proq o'zingizni o'zgarishingizni xohlasangiz, siz o'zgarganingizda yoningizdagilar ham o'zgaradi. To'g'ri, ular anglamasa, tushunmasa o'zgarmasligi mumkin. Har doim aytamiz, ya'ni siz o'zgardingiz, u siz yoningizga kelganda sizga nisbatan munosabati o'zgaradi. Misol uchun siz g'iybat qilmayapsiz, haligi yoningizdagi inson kelib qaynonangiz siz yoningizda g'iybat qilmaydi, lekin keyingi boshqa ovsiningiz agar o'zini ustida ishlamasa, uni yoniga borib g'iybat qilishi mumkin. Yokida qo'shningiz, siz o'zgardingiz, siz yoningizga kelib g'iybat qilmaydi, lekin boshqa qo'shningizga qilishi mumkin. Bu degani o'zingiz o'zgarganingiz uchun qo'shningiz o'zgarib qoldi degani emas, qo'shningiz sizga munosabati o'zgardi. Misol uchun turmush o'rtog'ingizda xiyonatkor degan bir sifat bo'lsa, u qanaqa? Ko'proq odatda biz bu xiyonat mavzusini boshqacha tushunamiz, lekin aslida ko'pincha inson mana shu Alloh bilan munosabatlariga xiyonat qilganligi uchun o'zida shunaqa sifat bo'ladi va doim u boshqalarga xiyonat qilish orqali o'zini aldab yuradi. Sizga xiyonat qilmasligi mumkin, lekin u boshqa joyda o'rtoqlariga xiyonat qilishi mumkin, kimnidir puliga xiyonat qilishi mumkin. To'g'ri, undan xiyonat degan sifatni olib tashlay olmadingiz, lekin sizga nisbatan munosabatida o'zgarish bo'ladi. Sizga nisbatan holatida. Shuning uchun mana hozirda o'sha farzandingizni kasalligi bilan sinalayotgan bo'lsangiz, uni mohiyatini sizga berish kerak bo'lgan, sizga foydasi bo'layotgan joyiga kirib kela olmayotgan bo'lsangiz, u o'rnini almashtirishi mumkin munosabatlarga. Mana hozir siz kasallik bilan sinalyapsiz, endi uni siz yechimini bilmadingiz, lekin dori-darmon bilan albatta oyoqqa turg'izdingiz, u tuzaldi. Endi sizda munosabatlarda shunga o'xshagan holat bo'lishi mumkin. Siz u bilan ovora bo'lib qolasiz. Hech bo'lmaganda siz taningizdagi kasallik bilan ovora bo'lib qolasiz.
mana atrofdagi insonlarda, atrofdagi holatlarda, sizga ichingizda sizga nima uchun berildi? Qaysi ishingiz sababli berildi? Va siz undan nimalar olyapsiz? O'shandan keyin siz erishayotgan natija nima? Boya aytganimdek, boshqalarni vijdon azobida qiynalishini ko'rish menga mazza bergandek, o'sha narsani topolmasangiz, to'xta, sen kim edingki boshqalarni vijdonini qiynalishi senga yoqyapti degan ma'noda o'zingizni tahdish qilmasangiz, boshqalarni vijdon azobi bilan sen maza qilasanmi? O'zi nima eding san degan ma'noda o'zingiz bilan band bo'lib qolganingizda, o'shanda sekin asta o'zgarish bo'ladi. Endi sizni ham kimdir qiynab maza qilmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz oldin boshqani vijdon azobida qiynash orqali maza qilayotgandingiz va natijada sizni ham kimdir sizga azob berish orqali siz kechirim so'ramoqchi bo'lasizda va u sizni ko'rib maza qiladi, kechirim so'raydigan holatingizni ko'rib. Agar biz kimnidir kechirim so'rashni xohlab yashayotgan bo'lsak, bizni ham kimdir kechirim so'rashimizni xohlab yashayotgan bo'ladi. Bu mavzuda gapirilsa juda ham gap ko'p, lekin harakat qilamiz inshaalloh yana davom etishga. Asosiy xulosa nima mavzudan? Siz muammongizni hal bo'lishini xohlayapsiz, to'g'ri, hal bo'lsin, yechimi berilsin, lekin ichki holatingiz shu yechimiga mos tarzga o'tsin. O'sha holatlaringizdagi ayblaringizni tan olish, ularni tushunish, bilish, his qilish orqali, yechish orqali siz bir nuqtaga mos bo'lingki, sizda vaziyat o'zgarsin, qahramonlar emas. Sizga ozor berayotganlar o'zgarmasin. Ya'ni bu ozor beradigan holatlar, u odamlar emas, o'ziga sizga ozor berishiga sabab bo'ladigan tochkani topganingizdan keyin sizga ozor berayotganlar sizga manfaat berishga aylanib qoladi. Qahramonni almashtirishga hojat qolmaydi. Qachonki o'sha sizni ichingizdagi holatni o'zgartirish orqali. Juda ko'p narsa bizni ichki holatimizda, e'tibor bering, ichimizdagi dunyo bor. U juda katta, judayam cheksiz, juda cheksiz. Agar o'shanga tushishni o'rgansak, atrofimizdagi vaziyatlar o'shanga bog'liqligini his qilamiz, bilamiz. Inshaalloh mana shu haqda alohida shu shanba kunlariga reja qilamizda, bitta yaxshi bir suhbat qilamiz. Ichki olamimizdagi kayfiyat tashqarida qanaqangi voqealarga sabab bo'lishini o'rganish va ularni yechimi qanday bo'lishi haqida inshaalloh shanba kuni suhbat qilamiz. Bu albatta to'lovli bo'ladi. Chunki bu narsani ko'pchilik tushunib yetdi. Nimadir biz haq to'laganimizda eng arzon narsa, oson narsa pul orqali. Siz bepulga olayotgan narsangizni boshqa tomondan to'lovini albatta qilasiz. Albatta qilinadi bu narsa. Lekin katta narx berilmaydi. Xudo xohlasa, ko'pchilikka manfaat berish uchun muhimi biz haqqini to'ladim degan tushuncha bo'lishi uchun ham arzon bo'lsa ham bir suhbat qilamiz, xudo xohlasa. Bu haqda keyin e'lon beramiz.